Chorsu bozor atrofida to'rt xonali xonadon qidirayotganlar bormi? Ushbu xonadonimiz Chorsu Krukdan 700 metr pastda joylashgan. Uyimizning birinchi liniyada joylashgan. 4 etajli dommi, 4-qavati. Shuna domimizning tagida bog'chasi ham bor. Domimizning orqa tomonida chastlik maktabi ham bor. Mana uyimizga kirib kelishimizni mana shunaqangi hol kutib oladi. Ushili mumkin. Xo'p, chap qo'ldan spalniyadan boshlaymiz. Yangi garderoblar ham qo'yib qo'yilgan, deyarli ishlatilmagan, holatlari zo'r holatda turibdi. Mana uyimizda parda konditsionerlari ham bor, bemalol kirib yashashga tayyor xonadon. Bu yerda ham pardalari, lyustralar qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Hamma uy o'zini shkaflari ham bor. Katta zalimiz bor, stol-stullar ham xolos hamma narsa qoladi. Yoki televizor ilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bitta spalni o'zini hamma narsalari bor, televizorlargacha ilib qo'yilgan, hamma narsa qoladi. Endi sanuzelimizga o'tamiz. Sanuzilimiz razdelniy. Vannamiz ham alohida. Bu yerdagi hamma ko'rib turgan narsalar ham hammasi qoladi. Narxi $99,000. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.